Srochnik 2 xonali uyimizda sotuvga chiqyapti. Yunusobod 4-kvartalda joylashgan 9 etajli domimizning 6-etajida. Uyimizda отдельный xonada joylashgan, umumiy maydonimizda 64 kvadrat metr, Yevro remont mebel texnikalaridan sotilyapti. Narxini ham aytib ketaman, narxini uygilari Srochnik 71500 deb aytishyapti. Kiruvishimizdan prixoshkamiz, stroyniy shkaflarimiz qilingan. Mana to'rimizda zal xonamizda ko'rib turgan hamma mebel texnikalar qoladi. Juda ham yaxshi mehki mebellarimiz qo'yilgan, konditsionerlarimiz bor, yaxshi kopen akfaronlardan qo'yilgan. Lokatsiyamiz ham juda ham yaxshi. Metro Universal bozoriga 5 minutlik yo'l. Domofonlarimiz bor. Liftlarimizda xudo xolasa keyingi oyga yangi liftlar ham qo'yishar ekan. Bu mana spalniy xonamiz. Spalniy xonamizga ham spalniy garniturlarimiz qo'yilgan. Remontlarimiz juda ham yaxshi. Arendaga topshirsanglar ham indamay $500-550 atrofida arendaga ketadi. O'tesini hammomizda joylashgan. Rakinalarimiz qo'yilgan. O'tesa hojatxonamiz. Bu esa oshxonamiz. Kvartiramiz pustoy. Sraz notarius kuni egalari kalitlarni berib olishadi. Kuxonniy garniturlarimiz qo'yilgan, mana gaz, vichka, xolodilnik, hamma narsalarimiz bor, neobxodimiy mebel texnikalarimiz bor. Narxini ham uy egalari Srochnik 71500 deb aytishyapti. Uspet qilib qolinglar.